Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, 6 yoshdan oshgan ota-onalarimiz, ularning farzandlari va yaqinlari. Bugun men sizlarga pasport ID karta hujjat muddati almashtirish va ro'yxatdan o'tish bilan bog'liq juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki uyimizda kamida bitta pensioner, ota, ona, buva yoki buvi bor. Hujjatdagi kichkina xato pensiya olishda, bank kartasidan foydalanishda, shifoxonaga murojaat qilishda, notariusda ish bitirishda yoki chet elga chiqishda katta muammoga aylanishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar aynan kerak bo'lgan paytda qo'l keladi. Men ko'p yillardan beri odamlarning hujjat masalalarida eng ko'p qiladigan xatosini ko'raman. Ular pasport yoki ID kartaning muddatiga e'tibor bermaydi. Ayniqsa pensionerlar orasida mening pasportim bor-ku, shu yetadi. Men chet elga chiqmayman, almashtirish shart emas. Yoshim katta bo'ldi. Endi mendan hech kim hujjat so'ramaydi degan fikrlar ko'p uchraydi. Aslida esa bugungi tartibda shaxsni tasdiqlovchi hujjat deyarli hamma joyda kerak. Bankda, poliklinikada, pensiya bo'limida, kommunal xizmatlarda, subsidiya olishda, meros rasmiylashtirishda, yer yoki uy hujjatlarini tekshirtirishda, hatto telefon raqamini rasmiylashtirishda ham. Oldin ko'pchilik eski biometrik pasport bilan yillar davomida yurardi. Pasport muddati tugaganini ham bilmasdan faqat biror idoraga borganda muammo chiqardi. Masalan, bank xodimi hujjat muddati tugaganini ko'rib, karta bo'yicha ayrim amallarni bajarmaydi. Notarius esa muddati o'tgan hujjat bilan ishonchnoma yoki meros ishini rasmiylashtirmaydi. Davlat xizmatlari markazida ham shaxsni aniqlash uchun hujjat yaroqli bo'lishi kerak. Endi esa ID karta tizimi keng qo'llanilayotgani sababli ma'lumotlar elektron bazalarda yanada qat'iy tekshiriladi. Ya'ni hujjatdagi bitta harf tug'ilgan sana, familiya yoki ro'yxat manzili noto'g'ri bo'lsa, bu xato bir nechta xizmatda birdaniga ko'rinadi. Yangi yondashuvning mazmuni shuki, pensionerlar ham o'z hujjatlarini uyda saqlanadigan eski qog'oz deb emas, faol ishlatiladigan shaxsiy kalit deb tushunish kerak. Pasport yoki ID karta sizning pensiyangizga, tibbiy xizmatga, bank hisobingizga, mulkingizga va huquqiy himoyangizga bog'langan. Men buni oddiy qilib aytaman. Hujjatingiz tartibda bo'lsa, idoralarda sizning ishingiz oson yuradi. Hujjatingizda muammo bo'lsa, oddiy masala ham haftalab cho'zilishi mumkin. Hozirgi amaliyotda fuqarolar shaxsini tasdiqlashda ID karta asosiy hujjatlardan biri sifatida ishlatilmoqda. Eski turdagi pasportlar bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Ko'plab xizmatlar elektron tekshiruvga o'tmoqda. Bu degani, pensioner inson biror idoraga borganda xodim faqat hujjatni ko'z bilan ko'rib qo'ymaydi, balki bazadagi ma'lumotlar bilan solishtiradi. Familiya o'zgarganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Hujjat muddati tugamaganmi? Ro'yxatdan o'tgan manzil mos keladimi? Bularning hammasi ahamiyatli. Eng katta o'zgarishlardan biri shundaki, odamlar hujjat masalasini oxirgi kunga qoldirmasligi kerak. Masalan, pasport yoki ID karta muddati tugashiga bir oy qolgan bo'lsa, hali vaqt bor deb yurish noto'g'ri. Chunki navbat bo'lishi mumkin. Tizimda texnik kechikish bo'lishi mumkin. Hujjatdagi eski xatoni tuzatish kerak bo'lib qolishi mumkin. Ayniqsa 6 yoshdan oshgan odamlar ko'p hollarda sog'lig'i, harakatlanishi yoki farzandlariga bog'liqligi sababli idoraga bir necha marta borishga qiynaladi. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Hujjatni faqat kerak bo'lganda emas, oldindan tekshiring. Masalan, 14 yoshli pensioner ayol bank kartasini yangilamoqchi bo'ldi. Bankda undan ID karta yoki yaroqli pasport so'rashdi. Eski pasport muddati tugagan, ID karta esa hali olinmagan. Natijada u avval migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga borishi, ariza topshirishi, to'lov qilishi, suratga tushishi, keyin hujjat tayyor bo'lishini kutish kerak bo'ldi. Bu orada pensiya kartasi bo'yicha kerakli amal kechikdi. Agar u hujjat muddatini oldindan tekshirganda bu muammo chiqmas edi. Yana bir misol. 7 yoshli ota uyini o'g'liga hadya qilmoqchi bo'ladi. Notarius hujjatlarni tekshiradi va pasportdagi manzil eski, hozirgi yashash joyi esa boshqa ekanini ko'radi. Bundan tashqari elektron bazada familiyaning yozilishida farq bor. Bir joyda o'g'li yozilgan, boshqa joyda o'g'li ko'rinadi. Natijada notarial harakat to'xtaydi. Avval ma'lumotlarni to'g'rilash talab qilinadi. Odamlar buni notarius bahona qilyapti deb o'ylaydi. Lekin aslida muammo hujjat va bazadagi nomuvofiqlikda bo'ladi. Men birinchi navbatda 12 yoshdan oshgan eski
biometrik pasport bilan yurgan, ID karta olmagan yoki hujjat muddati yaqinlashgan fuqarolarga murojaat qilaman. Siz chet elga chiqmasangiz ham sizga hujjat kerak bo'ladi. Chunki ID karta chet elga chiqish uchun emas, mamlakat ichida shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish pasporti talab qilinadi. Ko'pchilik aynan mana shu ikkita hujjatni adashtiradi. Ikkinchi guruh familiyasi, ismi yoki otasining ismi turli hujjatlarda har xil yozilgan pensionerlar. Masalan, nikoh guvohnomasida bir xil, eski pasportda boshqa, pensiya hujjatida yana boshqacha bo'lishi mumkin. Ayniqsa lotin yozuviga o'tish, apostrof, tutuq belgisi o, sh kabi harflar sababli farqlar uchraydi. Bitta harf oddiy ko'rinsa ham mulk, meros, bank, sud yoki pensiya masalasida bu jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh. Ro'yxatdan o'tgan, manzili o'zgargan, lekin hujjatlarda yangilanmagan odamlar. Masalan, pensioner ona qishloqdan shahardagi farzandiga ko'chib kelgan, lekin doimiy yoki vaqtincha ro'yxat masalasi rasmiylashtirilmagan. Shifoxona, ijtimoiy yordam, kommunal yoki mahalla orqali beriladigan ayrim ma'lumotnomalarda manzil muhim bo'ladi. Agar bazada eski manzil tursa, kerakli xizmatni olishda savol paydo bo'ladi. 4-guruh nogironligi bor. Yotib qolgan yoki mustaqil harakatlana olmaydigan pensionerlar. Bu insonlar uchun hujjatni almashtirishni kechiktirish yanada xavfli, chunki ularni idoraga olib borish oson emas. Bunday vaziyatda farzandlari yoki yaqinlari oldindan migratsiya bo'limi, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli idora bilan bog'lanib, qanday tartib borligini aniqlashi kerak. Ayrim holatlarda vakil orqali murojaat qilish, ishonchnoma rasmiylashtirish yoki joyiga chiqib xizmat ko'rsatish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu har doim avtomatik emas, oldindan so'rab, asoslovchi hujjatlarni tayyorlash kerak. Agar sizning ID kartangiz yaqinda olingan bo'lsa, undagi ism, familiya, tug'ilgan sana, shir, manzil va boshqa ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, hujjat muddati uzoq bo'lsa, siz ortiqcha vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir men yiliga kamida bir marta hujjatni ko'zdan kechirishni tavsiya qilaman. Chunki odamlar ko'pincha muammoni hujjatning o'zida emas, undan foydalanish paytida bilib qoladi. Agar sizda yaroqli ID karta bor, pensiya kartangiz ishlayapti, bankda ma'lumotlaringiz to'g'ri, poliklinika bazasida ham ism familiyangiz mos bo'lsa, sizning asosiy vazifangiz hujjatni yo'qotmaslik va muddatini kuzatib borishdir. Hujjat yo'qolsa, darhol tegishli idoraga murojaat qilish kerak. Chunki yo'qolgan hujjat bilan kimdir firibgarlik qilishga urinishi mumkin. Ayniqsa katta yoshdagi insonlar telefon orqali aldov, soxta kredit, soxta yordam puli, soxta hujjat tekshiruvi kabi holatlarga ko'proq duch keladi. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi masala, ID karta bilan xorijga chiqish pasporti bir narsa emas. ID karta mamlakat ichida shaxsingizni tasdiqlaydi. Xorijga chiqish pasporti esa chet elga borish, viza olish, chegaradan o'tish uchun kerak. Masalan, 60 yoshli pensioner farzandini ko'rish uchun Rossiya, Turkiya yoki boshqa davlatga ketmoqchi bo'lsa, faqat ID karta yetarli bo'lmasligi mumkin. U alohida xorijga chiqish pasporti va boradigan davlat talab qiladigan boshqa hujjatlarni tekshirish kerak. Ikkinchi masala. Pasport yoki ID karta muddati tugagan bo'lsa, bu shunchaki qog'oz eski degani emas. Bu sizning shaxsni tasdiqlash imkoniyatingiz cheklanishi mumkin degani. Bank, notarius, davlat xizmatlari markazi, ayrim tibbiy va ijtimoiy xizmatlar muddati o'tgan hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Shuning uchun men shu hujjat bilan 10 yil yurdim degan gap amalda yordam bermaydi. Uchinchi masala, hujjatdagi surat juda eski bo'lsa, odamning hozirgi ko'rinishi bilan keskin farq qilsa, amaliyotda savollar tug'ilishi mumkin. Ayniqsa keksalikda odamning yuzi, sochi, vazni, sog'lig'i o'zgaradi. Xodim shaxsni aniqlashda qiynalsa, qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. Bu ham hujjatni yangilash zaruratini kuchaytiradi. 4-masala, hujjat almashtirishda eski xatolar avtomatik yo'qolib ketadi deb o'ylamang. Agar tug'ilgan sana, ism, familiya yoki boshqa ma'lumotda xato bo'lsa, yangi hujjat olishdan oldin yoki olish jarayonida bu xatoni asosiy hujjatlar bilan to'g'rilash kerak bo'ladi. Buning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, ajrim haqidagi hujjat, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, sud qarori yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 5-masala, pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi hamma ishni oddiygina qilib qo'yadi deb o'ylash har doim to'g'ri emas.
Ko'p hujjatlarda shaxsning o'zi ishtirok etishi, biometrik ma'lumot topshirishi, suratga tushishi yoki imzo qo'yishi talab qilinadi. Agar sog'lig'i sababli bora olmasa, buni tasdiqlovchi tibbiy ma'lumotnoma yoki boshqa asos so'ralishi mumkin. Shuning uchun farzandlar ertaga olib chiqamiz deb kutmasdan, bugunoq kerakli idoraga qo'ng'iroq qilib, aniq tartibni so'rash kerak. Endi men sizga bosqichma-bosqich nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, hozir videoni ko'rib bo'lgach, pasport yoki ID kartangizni qo'lingizga oling. Undagi amal qilish muddatini tekshiring. Tug'ilgan sana, ism, familiya, otasining ismi, yashashir va manzilni diqqat bilan ko'ring. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingizdan yoki ishonchli yaqiningizdan o'qib berishni so'rang. Hujjatni hech qachon begona odamga rasmga olib yubormang. Ikkinchi qadam, agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin oylar ichida tugasa, yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish tartibini aniqlang. Qayerga borish kerakligi hududga va xizmat turiga qarab farq qilishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l avval telefon orqali yoki rasmiy manbalar orqali ish vaqti, navbat, to'lov va kerakli hujjatlarni so'rab oling. Uchinchi qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda eski pasport yoki ID karta, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatlar, ro'yxat manzili bo'yicha ma'lumotlar, to'lov kvitansiyasi yoki to'lovni amalga oshirish imkoniyati kerak bo'lishi mumkin. Men bu yerda ataylab odatda deyapman. Chunki har bir holatda talab bir oz farq qilishi mumkin. Masalan, hujjat yo'qolgan bo'lsa boshqa tartib. Xato bo'lsa boshqa tartib, nogironligi bor inson bo'lsa yana boshqa yondashuv bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam, hujjatdagi xatolarni yashirmang. Masalan, sizning tug'ilgan sanangiz eski pasportda 1929-yil 12 may. Tug'ilganlik guvohnomasida esa 1929-yil 20 may bo'lsa, mayli o'tib ketadi demang. Bunday farq kelajakda pensiya, meros yoki mulk masalasida katta muammo chiqaradi. Xatoni qancha erta tuzatsangiz, shuncha kam zarar ko'rasiz. Xato topilganda xodimdan qaysi hujjat bilan to'g'rilash mumkinligini aniq yozib berishini yoki tushuntirib berishini so'rang. 5-qadam, hujjat topshirganingizdan keyin tayyor bo'lish muddatini yozib oling. Katta yoshdagi odamlar ko'pincha sanani unutib qo'yadi. Telefoningizga eslatma qo'ying yoki qog'ozga yozib ko'rinadigan joyga ilib qo'ying. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa, u ham sanani bilsin. Hujjat tayyor bo'lganda uni shaxsan olish tartibi qandayligini oldindan so'rang. 6-qadam, yangi ID karta yoki pasportni olganingizdan keyin uni darhol tekshiring. Ko'pchilik hujjatni oladi, cho'ntagiga soladi va uyga ketadi. Men esa doim aytaman, idoradan chiqmasdan oldin ism, familiya, tug'ilgan sana, amal qilish muddati va boshqa asosiy ma'lumotlarni tekshiring. Agar xato shu zahoti aniqlansa, uni tuzatish jarayoni ancha oson bo'ladi. Bir necha oy o'tib bilsangiz, yana ortiqcha yurish, ariza va vaqt ketadi. 7-qadam, hujjat nusxalarini tartibga soling. Asl hujjatni uyda xavfsiz joyda saqlang. Bank, notarius yoki davlat idorasiga borganda faqat kerakli holatda ko'rsating. Hujjat rasmini Telegramdagi noma'lum odamlarga yordam puli chiqaramiz, pensiyangizni oshirib beramiz, kartangizni tekshiramiz degan shaxslarga yubormang. Hujjatdagi JSSHIR, pasport raqami va tug'ilgan sana firibgarlar uchun juda qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Men sizga yana bir nechta oddiy vaziyatni aytaman. Birinchi vaziyat, 13 yoshli ayolga mahalla orqali moddiy yordam yoki subsidiya masalasi ko'rib chiqilmoqda. Hujjatdagi manzil boshqa tumanda, amalda esa u qizining uyida yashaydi. Natijada ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Qo'shimcha ma'lumotnoma so'raladi. Agar manzil masalasi oldindan tartibga keltirilganda jarayon tezroq bo'lardi. Ikkinchi vaziyat, 68 yoshli erkak shifoxonada imtiyozli xizmatdan foydalanmoqchi. Tizimda ism, familiyasi pensiya hujjatdagi yozuv bilan to'liq mos emas. Xodimlar uni qayta tekshiradi, qo'shimcha hujjat so'raydi, vaqt ketadi. Bunday paytda odam asabiylashadi, lekin muammo ko'pincha xodimda emas. Hujjatlar o'rtasidagi farqda bo'ladi. 3-vaziyat, 72 yoshli pensioner chet eldagi farzandiga ketmoqchi. U ID kartam bor, shu bilan ketaman deb o'ylaydi. Aeroport yoki hujjat rasmiylashtirish bosqichida xorijga chiqish pasporti kerakligi ma'lum bo'ladi. Chipta olingan, vaqt belgilangan, lekin hujjat tayyor emas. Natijada pul, vaqt va reja zarar ko'radi. Shuning uchun safar rejalashtirilsa, kamida bir necha oy oldin hujjatlarni tekshirish kerak. 4-vaziyat.
pensioner ona uyini sotmoqchi yoki meros masalasini rasmiylashtirmoqchi. Notarius eski pasportdagi ma'lumotlar bilan kadastr hujjatdagi ma'lumotlar mos emasligini ko'radi. Masalan, bir hujjatda ism Gulnora, boshqasida Gulnora deb yozilgan. Oddiy ko'rilgan farq huquqiy hujjatda katta ahamiyatga ega. Bu holatda avval shaxsni va hujjatlarni moslashtirish talab qilinadi. Hurmatli tomoshabinlar, hali 2 yoshdan oshgan pensionerlar uchun pasport va ID karta masalasi oddiy rasmiyatchilik emas. Bu pensiya, bank, shifoxona, meros, mulk, ijtimoiy yordam va kundalik hayotdagi ko'plab xizmatlarning asosidir. Men sizdan iltimos qilaman. Hujjatingiz muddatini bugun tekshiring. Xato bo'lsa kechiktirmang. Farzandlaringizdan yordam so'rang, lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. Agar hujjat yaroqli, ma'lumotlar to'g'ri va muddat joyida bo'lsa, siz ancha xotirjam bo'lasiz. Izohlarda yozing. Sizda yoki yaqinlaringizda pasport, ID karta, manzil yoki hujjatdagi xato bo'yicha muammo bo'lganmi? Boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangizga, buva-buvingizga yoki qarindoshlaringizga yuboring. Chunki hujjat masalasida bir kun oldin harakat qilish bir oy keyingi muammoning oldini oladi.